Manchester Cityga kuyaymi yoki Barselonaga kuyinaymi? Keling, yaxshisi hammamiz birgalikda ikkalasiga ham kuyina qolamiz. Do'stlarim, yaqin 5-6 daqiqalar ichida ekran qarshisidan aslo uzoqlashmang, chunki kecha tunda Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasi doirasida bo'lib o'tgan bahslar haqida gaplashamiz va ushbu videorolikda reklama yo'qligi uchun umid qilamanki, videorolikka ayamasdan layklarni bosib tashlaysiz. Do'stlarim, kecha tunda Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasining 5-tur doirasida ko'plab bahslar bo'lib o'tdi va ushbu dasturimizda barcha bahslar haqida gaplasha olmaymiz, faqatgina eng asosiylari haqida. Manchester City, Bayern, Chelsea, Barselona haqida gaplasha qolamiz. Keling, dastavval Barselona, Chelsea klublari haqida gaplashamiz, chunki ushbu dasturimizni eng asosiy bahsdan boshlagim keldi. Chelsea, Barselona 3-0. Oxiri eslay olmayman do'stlarim, Barselonaning oxirgi marotaba qachon Chelsea'ni Stefan Bridge'da mag'lub etganligini, mayli bu o'z yo'liga an'analar, statistikalar, qolgan raqamlar. Keling, yaxshisi fakt haqida gaplashib olamiz. Qisqa va lo'nda qilib tushuntirilganda fakt shundaki, kechagi bahsdan so'ng men ochig'i Barselona klubining ushbu mavsumda Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasining bosh sovrini uchun kurasha olishiga ortiq ishonmayman. Qanday qilib bir mavsum oldin butun Yevropani qo'ya turing, butun futbol olamini titratgan va qo'rqitgan Barselona qanday qilib ushbu mavsumda bunaqangi zaif futbol namoyish etmoqda. Dastlabki daqiqalardanoq tushunarli bo'ldiki, Chelsea Barselonadan bir bosh ustunroq. Albatta, bahsning boshida daqiqasi aniq esimda yo'q. Adashmasam, hali 20-daqiqalar boshlanmagan edi. Ferran Torresda gol kiritish uchun ajoyib imkoniyat bo'ldi. Agar mana shu vaziyatda Ferran Torres gol kirita olgan bo'lganida, balkim o'yinning taqdiri boshqacha bo'lgan bo'larmidi. Lekin Ferran Torres o'sha vaziyatda bo'sh qolgan darvozani aniq nishonga ola bilmadi, hisob o'zgarmadi. Keyin esa Barselonada gol urish uchun deyarli imkoniyat bo'lmadi. Keyin esa 24-daqiqadagi Enzo Fernandesning inobatga olinmagan goli, keyin esa Kundening avtogoli. Shundan keyin barchasi boshlanib ketdi. Ha do'stlarim, Jules Kundening aynan mana shu kiritib qo'ygan avtogolidan keyin barchasi boshlandi. Va qo'rqmasdan ayta olamanki, ushbu bahsda Barselona himoyachilari katta qovun tushirdilar. Dastlab Jules Kunde o'z darvozasini ishg'ol etib qo'ygan bo'lsa, keyin esa Araujo yo'q joydan sariq kartochka olib maydonni tark etmoqda. Ya'ni 32 va 44 daqiqalarda yo'q joydan sariq kartochka olib. Do'stlarim, birinchi sariq kartochkadan unchalik tortishmayman, lekin Araujoning ikkinchi sariq kartochkasiga e'tibor bering. Bu yerda darvoza ancha olisda edi. Nima keragi bor mana shunday vaziyatda qo'pol o'ynab ikkinchi sariq kartochka olishni? Ochig'i Barselonaning nima sababdan ushbu Araujodan voz kechmayotganligiga haligacha tushunmayman. Oldinlari Barselona safida Ivan Langle deganlari bor edi. Xuddi mana shunday qovun tushirib yurardi. Endi esa Araujo deganlari paydo bo'ldi. Chunki o'tgan mavsumda ham aynan Interga mana shu Araujo sababli mag'lub bo'lib, musobaqani yarim finalda Barselona tark etgandi. Shundan so'ng jamoalar maydonni 1-0 hisobida tark etdilar va ikkinchi bo'limda taxmin qilganimday Chelsea Barselonani yo'q qilib tashlash uchun maydonga chiqqanda hujum ketidan hujum, pressing ketidan pressinglar va 55-daqiqaga kelib bu ish berdi. Hisob 2-0. Ushbu golgacha esa inobatga olinmagan gollar, bekor qilingan gollar, o'zingizdan qolar gap yo'q. Va shu tariqa shuni ham aytib o'tib ketish mening vazifam, ikkinchi golni 18 yoshli Estevao kiritmoqda. Ushbu futbolchi esa Borrego 18 yoshda. 18 yoshli futbolchining Barselona himoyasini qanchalar xo'rlaganligini esa qo'pol qilib aytganda albatta o'zingiz ko'rib guvohiga aylandingiz. Agar Barselona himoyasi 18 yoshli yigit tomonidan mana shunday xo'rlanadigan bo'lsa, bilmadim, boshqa bahslarda bu himoyani kim qay holatga solar ekan. Keyin esa Chelsea uyushtirgan hujumlari va tashkil etgan pressinglari mehnatining evaziga 73-daqiqada yana bir bor hisobni yiriklashtirdi. 3-0 va o'yindagi yakuniy hisob
Va do'stlarim, Barselona shunchaki tasodifan ushbu bahsda mag'lub bo'lmadi. Chunki jonli efir vaqtida o'yinni shaxsan o'zim kuzatib bordim va bu fikrlarni qo'rqmasdan bildira olaman. Ochig'ini aytaman, Barselonaning xavfli hujumini ikkinchi bo'limda bor yo'g'i bir marotaba ko'rdik xolos. Birinchi bo'limda esa o'sha Ferran Torres gol kirita olmagan vaziyat edi. Boshqa xavfli vaziyat Barselona yarata olmadi. Va shuning uchun e'tibor bering. Darvoza tomon zarbalar borasida Chelsea'da 15 ta raqam, Barselonada esa bor yo'g'i 5 ta. Yana bir bor takrorlab o'taman do'stlarim, Barselona bunaqangi o'yini bilan Yevropa Chempionlar Ligasini qo'lga kirita olmaydi. Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasida chempion bo'lishni qo'ya turing. Ular hattoki guruhdan bir amallab chiqib olsalar ham bu katta mo'jiza bo'ladi. Shu bilan birgalikda do'stlarim, kecha tunda yana bir sensatsiya qayd etildi. Manchester City o'z maydonida Bayer klubiga 0-2 hisobida imkoniyatni boy berib qo'ydi. Lekin Manchester Cityning holati mag'lub bo'lgan bo'lsa-da, ancha yaxshiroq, chunki kechagi mag'lubiyatga qaramasdan ular turnir jadvalining 6-o'rnida qoladilar. Barselona esa turnir jadvalida 15-o'rinda. Va ushbu mag'lubiyatga qaramasdan Manchester Cityda keyingi bosqichga chiqish uchun imkoniyatlar yuqoriroq. Lekin futbol bahslariga pul tikishni xush ko'ruvchilar menimcha Manchester City va Barselonaning dastidan xonavayron bo'ldilar desam maqsadga muvofiq bo'ladi va adashmagan bo'laman. Manchester City hamda Bayer jamoalari o'rtasidagi bahs haqida ko'p ham gapira olmayman, chunki o'yinni jonli efir vaqtida tomosha qilmadik, chunki parallel tarzdagi bahslar bor edi. Lekin ushbu bahsda hamyurtimiz Abduqodir Husanov ishtirok etganligi sababli va sensatsiya bahsi bo'lganligi sababli u haqida ozroq gapirishga qaror qilgandim. Statistikalar bo'yicha Manchester City Bayerdan ancha yaxshi harakat qilgan. Faqatgina gollar masalasida Bayerning omadi kelavergan. O'zingiz juda ham yaxshi bilasiz, futbolda yaxshi o'ynash bilan g'alaba qozonib bo'lmaydi. G'alaba qozonish uchun gollar kerak. Eng e'tiborlisi shundaki do'stlarim, ushbu bahsda 7-4 ball bilan hamyurtimiz Abduqodir Husanov Manchester City tarkibidagi eng yaxshi futbolchi bo'ldi. Ha do'stlarim, Abduqodir Husanov Manchester City tarkibidagi eng yaxshi futbolchi. Mana shu bahsda demoqchiman. Umid qilamizki do'stlarim, Abduqodir mana shunday ruhda davom etadi. Do'stlarim, qisqa vaqtlar ichida shular haqida sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgandim. Umid qilamanki ushbu dasturimiz sizga ma'qul keldi. Ma'qul kelmagan bo'lsa ham videorolikka like bosishni eslatib o'tmoqchiman va xudo xohlasa Arsenal hamda Bavariya jamoalari o'rtasidagi bahs nihoyasiga yetganidan so'ng sizlarning huzuringizga yana qaytaman. Ha aytgancha Arsenal Bavariya bahsini jonli efir vaqtida aynan mana shu YouTube kanalida birgalikda tomosha qilib boramiz. Shuning uchun Arsenal Bavariya bahsi boshlanish vaqtida YouTube'dagi aynan mana shu kanalga tashrif buyurishni esingizdan chiqarmang. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.